ismingiz qayerdan? Ismim Zabihullo Najimov, Toshkent shahridamiz. Alhamdulillah. Kursga kelishdan oldin qanaqa darajada edingiz? Kursga kelishdan oldin o'zim trading yo'nalishi bo'yicha ishlaganmiz. Alhamdulillah. U nojoizligini bilib qolib, faqat bu farqlariga kelib, bilimimizni oshirib, moliyaviy erkinlikka erishish niyatidamiz. Alhamdulillah. Hozir beto'chkangiz real sonlarda qanaqa? Hozir shotimda 2,5 ming investitsiya qildik. Hozir plyusda $8 plyusda turibmiz. Alhamdulillah. Основной energetika yo'nalishi bo'yicha informatsiya chiplar Tayvanga investitsiya bo'yicha chiplar. Boshqalarga tavsiya qilgan bo'larmidingiz? Albatta, kurs eng zo'r kurslardan biri Toshkentdagi, O'zbekistonda esa eng zo'r kurslardan biri bo'ladi bu. Bundan-da rivojlanish niyatida, Xudo xohlasa bu kurslar. Tradingdan nojoiz, joizligini bilganingiz o'zi. Eng asosiy bu to'g'rimiz, chunki unda minuslar bo'lgan. Aslida bunda moliyaviy erkinlikka chiqish uchun imkoniy vaqt talab etiladi. Alhamdulillah. Katta rahmat o'tsin.